Mana qush qara, chiroyliligini, muzaffar, ko'zlarini qara. Bugun bo'lmasa aynan mana shu qush haqida ma'lumot berib o'tamiz. Tomosha qilinglar, fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Brilliantoya gornitsa yoki Diamond Dove. Bu Avstraliyaga xos eng nafis va yoqimli qushlardan biri. Ular kaptarlar oilasiga mansub, lekin o'lchami oddiy kaptarlardan ancha kichkina. Tanasi atiga 8-12 sm, vazni esa 30-40 gramm atrofida bo'ladi. Ularni eng ajralib turadigan belgisi qanotlaridagi may dog'-dog'laridadir. Quyosh nuri tushganda bu dog'lar olmos kabi yaltiraydi, shuning uchun ham unga brilliantoya, ya'ni olmosdek nomi berilgan. Erkak va urg'ochi qushlarning ko'rinishi deyarli bir xil, faqat erkaklar biroz yirikroq bo'ladi. Bu qushlar asosan Avstraliyaning shimoliy va markaziy hududlarida, daryo bo'ylari va butazorlar orasida yashaydi. Ular tabiatda 5-6 yil, qafasda esa 10 yilgacha umr ko'rishi mumkin. Ushbu qushimizning ozuqasi asosan mayda urug'lar, o'tlar va ba'zida hasharotlardan iborat. Ular suvni juda yaxshi ko'radi, shuning uchun cho'milish uchun idish qo'yish juda ham muhim. Quyosh nuri tushadigan joylarda yashasa, patlarida yana ham yorqinroq tusga kiradi. Qo'shimcha tarzda yana shu narsani aytib o'tishimiz mumkinki, ularni Avstraliyada tinchlik kaptari deb atashadi. Odatda ikkita tuxum qo'yadi, inkubatsiya muddati 13-14 kun. Bolalari 3 haftada uchishni o'rganadi. Bizning sharoitda bo'lsa, bu qushlar sariq tariq bilan ozuqalanadi. Bu qush bizning Goldfinch do'konimizda mavjud. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni olish uchun like bosib keting va izohlarda yana qaysi qush haqida ma'lumot olmoqchiligingizni yozib keting. E'tiboringiz uchun rahmat.